uchun nima bo'lishi mumkin bozorda, shuni ko'rib chiqamiz. Ya'ni keyingi hafta uchun bir nechta paralarni o'z analizlarimni berib boraman. Birinchi boshlab olsak, birinchi USDCPay'dan boshlab olsak, USDCPay hozir trend, langoviy trend. Bu yerda ana shu zona, bu asosiy zona hisoblanadi. Weekly'ga nima qo'ysak, narx mana shu zonadan ko'p qaytib bergan kuchli zona hisoblanadi. Shunga ana keyingi hafta uchun qarashim hozircha narx shu yergacha kelib pastga ketadi. Keyin shu yerda Fibonacci'ni tortib olsa agar 618-700 zonalaridan aytib yana dalshi payga ketishi mumkin, yoki keyingi narx kuchli bo'lib shu joydan chiqqan payti narx yuqoriga ko'tarilib mana shu zonani ustidan buzib o'tgandan keyin qaytib shu zonaga, shu yerdan dalshi payga ketadi deb o'ylayman. Mana hozircha qarashim faqat bayga. Keyingi Bitcoin'ga qarasak, Bitcoin'ga Telegram gruppaga qaraydigan bo'lsak, tashlab o'tgandim. Telegram gruppa hozir pastda ham berib boraman. Ozodbek pastga chiqishcha Bobojonov, Fibonacci tortib olsak, ana shu yerga narx kelgan payti joyda narx kelgan payti men selga analiz bergandim. Narx ancha tushib berdi. Men buni hali to 50 minggacha kelishini kutyapman. 50 minggacha bo'lmasa ham narx to pastdagi minimumni buzib o'tishi kerak. Menimcha ko'p ehtimol bilan buzib o'tishi kerak. Bu holat nima bo'ladi? Energiya ana bu yerda yig'ildi. Unchalik chiroyli likvid yiqildi. Likvid qaytib 0 o'zi nima bor 0.338 dan keyin yana shu joydan 1.3 1.4 ishlab olish mumkin. Bu yerda stop lossni 0.5 ga qo'yamiz. Bunacha nima sodir bo'lganda oldinroq ham mana bu yerda ham shu holat sodir bo'lgandi. Narx ana shu yerda energiya likvid yiqildi. Unchalik chiroyli bo'lmasa ham kelib narx 0.382 nuqtasidan reaksiya olib anchagacha tushib berdi. Shu holat yana takrorlanishini shu yerda kutyapman. Hozircha bu Bitcoin'ga meni qarashim shu. Keyingi Euro USD'ga EuroUSD'da o'tgan hafta bozorga o'z qarashimni aytgandim. Juda chiroyli ishlab berdi. 4 soatlikka qo'yib olsak, narx shu zonaga kelib shu zonadan reaksiya olib pastga tushadi deb analiz berilgandi. Bu ishlab bergan. Endi keyingi hafta uchun qarashim hozircha yana selga qiziqish ko'rish kerak.
zonani hozir energiya likvidiy qilgan shu yerda. Fibonacci'ni chizib olsak, bu yerda narx hozir shu yer narx shanba kuni ochilgandan keyin dalshi pastga ketishi mumkin yoki 0.382 zonasiga kelib yana pastga tushib berishi mumkin. Pastga tushib berishi mumkin. Hozircha bunga qarash shunday. Keyingisi AUDUSDga AUDUSD bo'yicha o'tgan hafta analiz bergandim. Bu 2 hafta oldin bergandim shu joydan. Bu yerda ishlab bermadan bayga analiz ishlab berdi-yu. Ana shu zonaga kelgan payti hozir narx mana shu yerdalik payti man narxni shu yerga kelib bir pastga borib keyin shu zonaga kelib ko'tarib beradi deb nimaga qilganim. Shunday qildi ham keldi. 50% gacha ishlab berdi shu yergacha. Keyinchalik yana pastga tushdi. O'tgan hafta bergan hozir analizim hozircha ishlayapti bu ham. Kelib narx shu yerdan yana pastga boradi degandim. Narx hozircha aytgandek yurib beryapti. Keyingi haftacha shu o'tgan haftagi ssenariyni ko'rishni kutyapman. Bunga hozircha shu. Endi asosiy amal qisqa deganni tillaga kelsak. Tillada ana shu belgilab qo'yilgan zonadan hozircha qaytdi. Tillaga qarashim dushanba kuni men fikrimcha bir kunlikka aytsam narx dalshi bir uchib beradi. Uchgandan keyin ham bir tushib shu joyga keladi. Atkatdan keyin ishlab olishimiz mumkin yana. Endi dalshi bay kutyapman. Korreksiya bay shunday faqat korreksiya bay ketishi kerak. Bay korreksiya har bitta korreksiyadan ushlab olib bayga qiziqishimiz mumkin. Tillaga hozircha shu. Keyingilari Kajpayga ham o'tgan hafta analiz bergandim. Bu ham ajoyib ishlab berdi. Narx shu zonaga kelgandan keyin buzib o'tib boshqatdan shu zonadan reaksiya oladi degandim. Birga bir ishlab berdi bu ham. Endi buga nima biroz pastga tushib biroz korreksiya qilishi mumkin. Keyin yana bay dalshi bunga keyingi haftaga qarashim shu. Bayga ham o'tgan hafta menimcha bergandek. Bunga ham berilgan. Bu ham aytilgandek joyidan ishlab bergan. Shu zonaga kelib narx ana bu zonada edi o'zi.